Toshkentdagi top 5 androloglar ro'yxati. Doktor Bahrom Rustamov 17 yil tajribaga ega. Ish joyi Akfa Medline klinikasi. Ish tartibi dushanbadan shanbagacha 9:00 dan 14:00 gacha. Ko'rik narxi 340 ming so'm. 32 yil tajribaga ega doktor Shavkat Shavahobov Respublika ixtisoslashtirilgan urologiya markazida dushanbadan shanbagacha 9:00 dan 15:00 gacha bemor qabul qiladi. Ko'rik narxi 175 ming so'm. Toshpo'latov Iskandar Robimovich 13 yil tajribaga ega. Ish joyi Pioneers klinikasi. Ish tartibi dushanbadan shanbagacha 8:30 dan 16:00 gacha. Ko'rik narxi 160 ming so'm. Muhammedov Qahramon Ilomonovich 25 yil tajribaga ega. Xorev Medical Centerda dushanbadan shanbagacha 8:00 dan 16:00 gacha bemor qabul qiladi. Ko'rik narxi 250 ming so'm. Hoshimov Nodir Norlevich 11 yil tajribaga ega. Ish joyi CBG Medical klinikasi. Ish tartibi dushanbadan shanbagacha 9:00 dan 16:00 gacha. Ko'rik narxi 220 ming so'm. Agar sizdan boshqa yaxshi androlog bilsangiz, kommentariyada yozib keting. Yanada ko'proq foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.